Hozir sizlar bilan birgalikda raspakovka qilamiz. Bu reklama emas, o'zimga hayitga qozon naborlarimni alishtirdim. Yangi boshqa firmanikini ishlatardim. Endi ko'p qidirdim, qaysini olsamikin deb va shunda to'xtaldim. Nimalar olganimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib qozondan boshlayman. Har doim qozonlarni dumalog'ini ishlatardim. Bu safar to'rtburchagini olishga qaror qildim. Ikkinchisi bu skоворodka, usti krishkali. Krishkasi hammasiniki shunaqa rezinkasi bor, tushib ketganda sinmasligiga yordam beradi. Bu skоворodkani menga yoqqan tarafi, qolgan eski skоворodkalarim menda ruchkasi olinmasdi. Bu shunaqa zo'r ishlangan ekan. Bemalol ruchkasini olib tashlab, misol uchun nimadir pishirsangiz, bemalol duxovkaga ham solsangiz bo'lar ekan. Rangini ham bu safar shunaqa bejeviy rangini tanladim, juda ham chiroyli. Kotletlarni qovurishga ham bemalol bo'ladi. Hozir ko'rsatadigan qozonimni men to'g'risini aytsam, birinchi marta ko'rishim, shuni ko'rdim-u, olaman deb turib oldim. Menga juda ham yoqdi. Kattagina nimasi yoqdi desanglar, sizlar ko'rganmisizlarmi bilmadim, lekin men buni birinchi marta ko'ryapman. Bemalol bittada ikki xil ovqat tayyorlasanglar bo'lar ekan. Orqalarini ko'rsanglar bo'ladi. Kotlet bo'lsa, bu yoqda guruchini qilsanglar bo'ladi yoki kachestvasi menga juda ham yoqdi. Bolalarim kichkinaligi uchun juda ham ko'p blinchi tayyorlaymiz. Blinitsa oldim. 24 sm diagonali. Oxirgi yoqqan narsa o'zimga, har bir ayol qiz bunaqa narsani olish xohlaydi. Ko'rsanglar bo'ladi. Pripravlar solib qo'yish uchun shunaqa 10 tali aylanadi. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni nakleykasi ham bor ekan. Nimalar solib qo'yganinglarni yozib, yopishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Olgan narsalarim sizlarga yoqdimi? O'zimga to'g'risini aytsam, juda ham yoqdi. Hayitga shu narsalarni o'zim sovg'a qildim. Qaysi biri sizlarga yoqdi, qaysi birini olgan bo'lardinglar, yozib qoldiringlar.